Assalomu alaykum azizlar. Mana hozirgi paytda juda ham yaxshi mana turk yogurt chiqqan. Bu o'zimizni qatiqqa o'xshaydigan, lekin juda ham yog'li, maza qilib ichamiz. Bu yerda salkam 2 litrga yaqin qatiq bor, lekin bu qatiq ko'proq xolodilnikda turgan bo'lsa, muzlatgichda tezroq buzilishi mumkin. Agar tez yeyilsa yaxshi yoki bo'lmasam tez ishlatilsa yaxshi, lekin bu qatiq bir oz muddat o'tgandan keyin o'zini mazasini yo'qotadi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Biz albatta buni ochamiz. Mana ochgandan keyin bizni tayyorlab qo'yib, mana hozir men o'sha banka tayyorlab qo'yamiz. Men bu 1,5 litrli banka buralar degan qopqoq bilan va biza qatiqni bir nechta mana shunday bankalarga solib qo'yamiz va mana to'ldiramiz. To'ldirgandan keyin ko'rasizlarmi yolg'onligini. Mana yopib qo'ydik va xolodilnikka qo'yamiz. Yana ortib qoldi. Yana ortganini endi keyingi idishga solib toki tugaguncha 3 ta yoki 4 ta bank ketadi. Mana shunday hermetik tarzda yopilgandan keyin qopqog'i bu ko'pga yetadi va tez buzilmaydi qatiq. Ancha kungacha ishlatishingiz mumkin, ham olish ham oson. Mana bu idishni bo'shagandan keyin bu idishdan yana biror bir narsaga foydalansangiz ham bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga mana shunday bitta qatiqni eng qaymoqli joyidan beraman. Olinglar. Judayam qaymoqli. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Chiqarayotganlarga shu qatiqni rahmat.